Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Toshkent shahriga ichimlik suvini yetkazib beradi. Ichimlik suvining asosiy manbai Chorvoq hamda Ugam daryolaridan qo'shilgan suv bo'lib, uni tarkibida kimyoviy va bakteriologik ko'rsatkichlar mavjud. Ikkita asosiy ko'rsatkich o'zgaruvchan ko'rsatkich hisoblanadi. Birinchisi loyiqali, bu ko'rsatkich mavsumiy o'zgarib, ayniqsa yog'ingarchilik paytida yaqqol seziladi. Ikkinchisi mikrobiologik ko'rsatkich. Bu ko'rsatkich atmosfera, ya'ni iqlim o'zgarishi, ya'ni isib ketganda, sovib ketganda sezilishi mumkin. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati suv ishlab chiqaruvchi inshootlari ikki xil suv manbalaridan foydalanadi. Birinchisi bu ochiq suv manbasi, bu suv kanali. Ikkinchisi yopiq suv havzalari, bu yer osti suv manbalari hisoblanadi. Ochiq suv manbalaridan toza ichimlik suvi iste'molchilarga yetib borguniga qadar 4 ta texnologik asosiy jarayondan o'tadi. Birinchisi bu tindirish jarayoni hisoblanadi, ya'ni o'sha kanaldan kelgan suv tindiriladi. Ikkinchisi bu birlamchi zararsizlantirish jarayoni hisoblanadi. Birlamchi zararsizlantirilgandan keyin nasoslar orqali sizotgich bo'limiga suv ko'tarib beriladi. Ya'ni bu 3-bosqich hisoblanadi. Sizotgich bo'limlari kvarts va tsialit qumlardan tashkil topgan sizotgichlarda suvlar sizotlanadi. Sizotlar bo'lingandan keyin 4-bosqichga, ya'ni ikkilamchi zararsizlantirish, bu toza suv saqlash havzasi yarim soatlik kontakt hosil qilib, toza suv quvurlari orqali iste'molchilarga ichimlik suvi uzatiladi. Quyidagi jarayonlarda ichimlik suv sifatini nazorat qilishda O'zbekiston milliy standartiga me'yor va talablari asosida kimyoviy, bakteriologik, toksikologik barcha ko'rsatkichlar bo'yicha belgilangan vaqtlarda suvlardan namunalar olib, tahlil sinovlari o'tkaziladi. Inson organizmi 70% suyuqlikdan iborat hisoblanadi. Inson organizmi uchun ichimlik suviga bo'lgan kunlik me'yori 2 litr hamda 2,5 litr hisoblanadi. Ushbu sifatli ichimlik suvi nafaqat toza bo'lishi, balki inson salomatligi uchun zarur bo'lgan mineral tuz hamda makro mikro elementlarga boy bo'lishi kerak hisoblanadi. Bugungi kunda Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatimizda ishlab chiqarilayotgan ichimlik suv tarkibidagi ushbu minerallar hamda makro mikro elementlar tabiiy holda saqlanadi. Makroelementlar organizmga ko'proq kerak bo'ladigan elementlar hisoblanadi. Makroelementlarga minerallar kiradi, ya'ni kalsiy, magniy, natriy va kaliy kabi minerallar hisoblanadi. Kalsiy bu suyak va tishlarni mustahkamlaydi, mushak ishlarida ishtirok etadi. Magniy asab tizimini tinchlantiradi, yurak faoliyatini yaxshilaydi. Natriy va kaliy minerallari bo'lsa, suv tarkibidagi tuz muvozanatini saqlaydi, qon bosimini me'yorda ushlab turadi. Mikroelementlar kam miqdorda talab etilsa-da juda muhim elementlar hisoblanadi. Mikroelementlarga temir elementi, ftor elementi, yod, rux kabi elementlarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Ya'ni temir elementi qon tarkibidagi gemoglobin uchun juda zarur element hisoblanadi. Ftor elementi esa tishlarni mustahkamlaydi. Yod elementi qalqonsimon bez faoliyati uchun juda muhim element. Rux elementi bo'lsa, inson organizmidagi immunitetni oshiradi. Standart me'yorlarida temir moddasi 1 litrda 0,3 mg deb belgilangan bo'lsa, bizning ichimlik suvimizda ham 0,3-0,2 mg tashkil etadi. Standart me'yorlarida ichimlik suvga qo'yilgan talab, qattiqlikka qo'yilgan talab 7 dan 10 gacha, ba'zi bir hududlarda 10 gacha belgilangan. Biroq bizning ichimlik suvimizning qattiqlik darajasi 2 dan 4 gacha bo'ladi. Ba'zi bir hududlarimizda, ya'ni artizan suvlardan foydalanadigan bo'lsak, 4 gacha hisoblanadi. Ushbu elementlar yetarli bo'lgan ichimlik suvini inson salomatligini mustahkamlaydi va kasalliklarni oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ba'zan odamlar suvni iste'mol qilganida ham bilish sezgisi hammada har xil bo'ladi. Shunda bir xilligi har xil holatda tuyulishi mumkin, ya'ni tuzliroq bo'lib tuyulishi mumkin yoki yoqmasligi mumkin, lekin bu degani ichimlik suvini sifati yomon degani emas. Har doim ishlab chiqarilayotgan ichimlik suvi nazoratda hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ichimlik suvi inson salomatligini asosiy garovi hisoblanadi. Kunlik me'yorda sifatli minerallarga boy ichimlik suvini iste'mol qilish orqali inson o'z sog'lig'ini asraydi, ish qobiliyatini oshiradi, hayot faoliyatini yanada yaxshilaydi.